O'zimizning uyimiz atrofida parkovkada ikkita drive-in truck treylerlarni ko'rdim. Hozir yaqindan tanishamiz. O'zim anchadan beri drive-in treyler yoki trucklar bilan ishlaydigan bo'lsam ham, trucklarni yaqindan tanimayman. 53 fitlik treyler bundan uzunroq, bizlarda sal kaltaroq bo'lar ekan. Keyin Amerikadagi trucklarga kabinasida orqasi uzunroq bo'ladi, chunki yotishga joy bo'ladi, katta joy. Oshxonachasi bo'ladi ichida, videodan ko'rganim bo'yicha. Keyin mana bu yerda ikki qator balon bo'ladi, orqada ham ikkita bo'ladi. Mana bu yerda 3 ta ekan, bularda solyarka baki bu yerdan ham bor, bu tarafdan ham bor ekan. Bilmadim endi nechta solyarka ketadi bunga. Mana orqasi sal qisqaroq ekan, Amerikadagi uzunroq va oldi bo'ladi Amerikadagi trucklarni. Scania, menimcha Germaniyanikimi bu? Mana bunisi sal uzunga o'xshayapti, uzunroqqa o'xshayapti, bunga qaraganda. Xo'sh. Bu aytgancha reefer bo'lsa kerak. Mana motori bor, bu reefer trailer. Men buni drive-in debman, bu reefer ekan actually. Mana bu ulaydigan simlari. Mana shu o'rtasi ham Amerikadagi trucklar, treylerlarda sal ko'proq joy bo'ladi. Bemalol ko'rib bo'ladi-da uni. Keyin tandemlarni ko'rsatmoqchi edim. Tandemlarni bu yerdan ko'rib bo'lmayapti. Ana shunaqa azizlar. Yaqindan ozgina bo'lsa ham tanishdik truck treyler bilan.